Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli deputat va senatorlar, muhtaram mehmonlar. Bugun Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga kelgusi yil uchun murojaatnomani taqdim etar ekanman. Hammalaringni mana shunday kayfiyatda ko'rganimdan, sog'-omon bo'lganlaringdan juda xursandman. So'nggi 9 yilda biz sizlar bilan el yurtimiz bilan birgalikda katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tdik. Iqtisodiyotimiz yangidan shakllandi. Bozor munosabatlarini, ijtimoiy himoyani kengaytirdik, qonun ustuvorligini mustahkamladik. Eng muhimi islohotlarimiz samarasini har bir mahalla, har bir xonadon, har bir inson kundalik hayotida albatta his etmoqda va bu bizga kuch-qudrat beryapti. Bir so'z bilan aytganda biz islohotlarni aniq amaliy natijaga aylantirishni o'rgandik desak, bu ham adolatli haqiqat. Buning tasdig'ini tobora yangicha qiyofa kasb etib borayotgan shahar va qishloqlarimizda zamonaviy korxonalar, savdo servis maskanlari, maktab, bog'cha va shifoxonalar, obod ko'cha va mahallalar, transport logistika tizimi, raqamli xizmatlar misolida yaqqol ko'rish mumkin. Qadrli vatandoshlar, bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan va yaqingacha hech kim tasavvur qila olmagan o'zgarishlar, davlatlar o'rtasida iqtisodiy qarama-qarshilik, xavfsizlikka tahdidlar ortib borayotgan tahlikali bir vaziyatda sizlar bilan o'ta murakkab yilni yakunlayapmiz. Qanchalik og'ir bo'lmasin, boshlangan demokratik islohotlarimizning qat'iy davom ettirganimiz, inson qadrini mustahkamlash, xalqimizni rozi qilish bo'yicha juda katta ishlar qilganimizni hamma ko'rib turibdi. Xalqimizning qo'llab-quvvatlashi va yoshlarimizni g'ayrat, shijoati, hamjihatlik asosi bo'lgan mahallaning hayotimizdagi o'rni va ta'sirini kuchaytirganimiz, odamlarimizning ongi va dunyoqarashini o'zgartirib, el yurtimizni yanada jipslashtirganimiz, tadbirkor, dehqon va fermerlarimizning tashabbuskorligi va mardona mehnati, o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan do'stona tashqi siyosatimiz hisobiga 2025-yilda barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishdik. Avvalo jahon miqyosida ishlab chiqarish, transport, logistika zanjirlari uzilgan, xomashyo va moliyaviy resurslar narxi oshgan sharoitda ham mamlakatimiz iqtisodiyoti ishonchli va barqaror o'sishda davom etayotganini qayd etish lozim. Bu natijalar dunyo hamjamiyati va nufuzli xalqaro tashkilotlar